Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Xayrli kun. Mani zakazlarim kelgan. Mana judayam ko'p narsalar keldi. Anva kremidan keldi. Dr. G kremidan keyin HC'ni judayam sifatli bo'lgan. SPF dan ham keldi. Nimasi ham, himoyasi ham judayam kuchli. Tonerlardan keldi, Anvanikidan, mistlardan keldi, keyin Bepline'ni shunaqa loylik maskasidan keldi, poralarni qisqartiruvchi. Bu donasi 10 mingdan biladi. Keyin mana penkalarimizdan keldi. Hozir bilan hammasini yoyib obzor qilib beraman. Mana Dr. G kremlaridan ham keldi. Gemoroy mazlardan ham keldi. Mana qizlar, narsalarimni yig'ib oldim, hammasini. Hozir bir chetdan obzor qilib beraman. Gudalni tonaplik SPF dan bitta qo'ygan. Hamma yuzga tushadi. Ta'sirchi yuzlarga ham juda ham yaxshi tushadi. Tinchlantiruvchi xususiyati bor. Buni o'zim ishlatib ko'rganman. Narxi 135 ming so'm. Keyin Medipildan bor. Quruq yuzlarga juda ham yaxshi tushuvchi SPF. Narxi 120 ming so'm. Ayniqsa hozir qishda kuzda juda ham yaxshi namlab beradi yuzni. Keyin Roundlab'ni yog'li yuzlar uchun SPFlaridan bor. 130 ming so'mdan. Keyin Budjetniy Aspasiya SPF va G-Vita SPFlardan bor. Bularning narxi 60 ming so'mdan. Mana bu skidkadagi SPFdan bu safar bitta keldi yana. Narxi 75 ming so'm. Bundan boshqa kelmaydi. Bu safar nimagadir bitta qo'shib kelibdi zakazlarimga. Keyin Silmax'ning SPFlaridan bor. 135 mingga yog'li va kombi yuzlarga juda ham yaxshi tushuvchi SPF. Keyin Accessify'ni SPFdan ham bor. Narichida. Bu hamma yuzga tushadi. Juda ham yengil SPF. Quruq yuzga ham ta'sirchan, yog'li, hamma yuzga birdek tushuvchi SPF. Narxi 155 ming so'mdan. Keyin Roundlab'ni quruq yuzlarga ko'proq yaxshi tushuvchi SPFdan ham bor. Ko'kidan narxi 155 ming so'm. Beauty of Johnson'ni SPFdan bor. Buni korobkaligidan va korobkasizligidan ham bor. Narxi 140 ming. Buni narxi 155 ming. Mana bu ko'kidan ham bor. Narxi 155 ming. Keyin Dalba SPFdan bor, bilasizlar. Tone Up juda ham sifatli SPF. Lux brand. Narxi 210 ming so'm. 50 grammlik va HC'ni xuddi shu sifati lux bo'lgan SPFdan keldi. Ajinlarga, oqartirishga, dog'lar tushib ketishini oldini oluvchi juda ham ko'rishni yaxshi himoya beruvchi SPF hisoblanadi. Zo'r narxda kelgan. 170 mingga kelgan. Narxini shunaqa qo'yganman gruppaga. Bundan ham ovozinglar bo'ladi, hamma yuzga tushadi. Ajinlarga ham yaxshi, mana yozib qo'yibdi. Dog', spot, wrinkle care va tinchlantiruvchi xususiyati ham bor qizlar. Keyin nimadan ham bor? Mistdan ham bor, Airy Music'dan. All Clean Balm'dan ham bor. Hidrofilni balm bu qizlar. Keyin qizlar uchun bu bor. Juda. Keyin mana bu hidrofilli masladan bor. Green tomatoniki 190 ming so'm. Buni narxi gruppada bor, esimda yo'q hozir. Keyin Lagomdan hidrofilli mas keldi. Buni ham narxi 195 ming so'mdan. Keyin Dr. G'ni oqartiruvchi peeling gelidan ham keldi. Buni ko'pchilik so'ragandi va nihoyat keldi. Narxi 150 ming so'm qizlar. Keyin Anvani enzim pudrasidan ham nalichida keldi. Narxi 195 ming so'm. Bu serumlardan ham bor. Poralar uchun lifting ishlovchi serum. Narxi 110 ming so'm. Dalba kichigidan ham bor. Narxi 140 ming, kattasi ham bor. 185 ming so'm. Va bu nomini aytish biroz qiyin. Shundan ham keldi. Buni penkasidan ham sotganman, bilasizlar.
Endi buni serumidan va kremidan ham keldi. Narxi 170 ming so'mdan qizlar. Grammi ham unaqa kichkina emas, 50 milligramlik serum. Dog'larga juda ham yaxshi ishlab beruvchi serum hisoblanadi, juda ham sifatli. Bemalol zakaz berib olsanglar bo'ladi. Keyin Gudal serumidan ham наличиda keldi. Bu serum va kremlardan ham bor. Narxi 110 ming so'm. Shu ikkalasi serum 30 milligram, kremi 15 milligram zo'r narxga kelgan, olsanglar bo'ladi. Keyin Vitanol oqartiruvchi Medipilni serum ham ajinlarga, ham oqartirishga ishlovchi serum. Tarkibida retsinali ham bor qizlar. Keyin Manioni Kikalik serumidan ham наличида bor. Selmaxni dog'larga ishlovchi serumidan ham наличида bor. Buni narxi 160 ming, buni narxi ham 160 ming, keyin buni narxi aksessuarniki 140 ming so'm qizlar. Keyin CC kremlarimizdan ham bor, наличида 150 ming so'm. Seulni Key Secretni ko'z kremidan ham наличида bor, narxi 200 ming so'm. Medipilni E-Detox krem ko'z kremidan ham bor наличида. Buni narxi 100 ming so'm. Aksessuarniki 140 ming so'm. Medipilni Cell Toxin ko'z kremi 150 ming so'm. Hanyuldan bor. Buni narxi 100 ming so'm qizlar. Keyin melatonin kremidan ham bor. Buni narxi 210 ming so'm. Bu ko'z krem, bu dog'lar uchun juda ham kuchli va yaxshi yordam beruvchi krem qizlar. Keyin mana shu boyagi aytganim Yuzu kremidan keldi. Bilasizlar, juda ham sifatli brend. Dog'larga juda ham yaxshi yordam beruvchi, ochartiruvchi, ham yuzni yoshartiruvchi xususiyati bor. Bemalol mazza qilib ishlasangizlar bo'ladi. Ayniqsa endi bu yog'iga qish, dog'larga mazza qilib ishlaysizlar. Ertayu kech bemalol sursangizlar bo'ladi endi yuzingizga. Selmax Boosteridan ham bor наличида. Buni ham narxi 170 ming, buni narxi 140 ming. Keyin Dr. G'ni kremlardan ham keldi. Ajinlarga juda ham yaxshi yordam beruvchi. Buni klientlar kim olgan bo'lsa hammaga yoqqan, hamma maqtagan kremim. Bemalol agar ajinlardan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, yuzni horg'indan va yorishtiruvchi olib ishlaysizlar bo'ladi. Grammi 65 milligram, общий yonida kichkina mini qo'shimchasi bilan narxi 210 ming so'm. Keyin Dark Spot Correction Glow kremidan ham keldi aksessuarni. Buni narxi 155 ming so'm. Merkitdan ham bor. Keyin Gudaldan ham bor, наличида ikkalasi kremidan ham bor. Gudal 170, Merkit 165. Melaban 175 ming so'm qizlar. Mana bular hammasi dog' uchun, bular hammasi, mana bu ham hammasi dog'iga. Keyin Medipilni ajinlar uchun Volume Tox kremidan bor 160 ming. Keyin Vitanol kremidan ham bor, ham oqartiradi, ham yuzni ajinlariga ishlovchi zo'r kuchli krem. Bundan ham наличида bor, narxi 180 ming so'm. Keyin qizlar 345 mingdan bitta Shipator arzon variantidan bor. Medipilni ajinlarga ishlovchi Peptidox kremidan ham bor. Yosun brendini retinolidan ham keldi qizlar. Anuani keramiklik kremlardan ham bor. Hozircha наличида. Keyin buni narxi 145 ming so'm qizlar. Anuani Medipilni toneridan ham наличида bor 155 ming. Kollagenligidan ham bor 160 ming. Keyin Gudalni tonerlaridan keldi qizlar. Mana tonerlarim. Buni narxi 200 ming so'm bo'lib ham beraman buni. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Anuanikidan ham bor. Buni ham bo'lib beraman. Keyin Selmaxni quruq yuzlar uchun, ta'sirchan yuzlar uchun juda ham yaxshi yordam beruvchi Creamy toneridan ham bor. Keyin Anua toneridan bor va Lagoon penkasidan ham keldi qizlar. Narxi 130 ming. Anua 210 ming, Selmax 160 ming, 210 ming, 200 ming. Buni narxi 120 ming so'm. Gudal penkasidan ham bor qizlar. Keyin bu yuzu
penkalardan yana keldi mana. Narxi 170 ming so'm. Mishani penkasidan bor. Narxi 55 ming so'm bu narxi. Erkaklar uchun penka, Dr. Circle penkasi, yo'qli yuzlar uchun Roundlab'dan penka, hammasidan bor. Qizlar mana 120 mingdan bular narxi. Snow White penkasi 135 ming. Misha 75 ming so'm narxi qizlar. Keyin oqartiruvchi penka 120 ming so'm, 135 ming so'm Manyodan ham bor. Keyin gemoroy mazimizdan ham keldi. Bu mazim bilasizlar, hamma kimga sotgan bo'lsam hammadan yaxshi o'sif olganman. Hatto operatsiya qilib ham qutula olmagan bitta klientim yozuvdi buni olgandan keyin juda ham xursand bo'lib yordam berdi deb. Juda ham xursand bo'lganman men ham. Agar gemoroydan qiynaladiganlar bo'lsa, shuni olib ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Keyin kurt dorilardan ham bor. Antiperspirantdan bor. Tush Clio, shampunlar shu ikki xildan bor, Ekoloy va Black Girlik degandan bor. Bu qora chesnoklik soch to'kilishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Maskalardan bor. Galactafit yashilidan, pushtisidan, sarig'idan, xurum ko'kidan, pushtisidan va bu kollagendan ham bor. Xurumni qizlar bularni xullas bir oylik qilib ham bo'lib beraman. Xullas mana shu hozirgi narslarim bemalol zakazi borlar, zakaz bersanglar bo'ladi. Hozir ko'rsatganlarimni hammasidan ichida bor, zakazi borlarni ajratib qo'yganman. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi, zakazlar Telegram orqali olinadi.